Yine ortakla kombaynımız buğdayını dananam çıkardı. Görüp turibsiz. Hech qanday bulaşık ya boshqa emas. Katta kombaynlardan yaxshi olsa yaxshi, lekin shundan kam emas chiqarish. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun bize Xorazm viloyati Xanqa tumanına RG130 kombaynimizni buğday o'rish jarayonini tasvir olish uchun yetib keldik. Ko'pchilik mijozlarimiz, obunachilarimiz, ushbu kombayna qiziqib yurgan xaridorlarimiz bizlarga savol beradi. Bu kombayn bo'g'ani shali o'rami yo buğdayni ham o'rami degan savol ko'p kelaradi. Shu sababdan biza bugun ushbu Laval RG130 kombaynimizni g'allarini ichga o'radi, donlarini ichga chiqaradi. Hammasini sizlarga xudo xolasa tasvir bilan tushuntirib beramiz. Abone bo'lib, like bosishni unutmang. Yine görüp turganingizdek yig'ilib yotgan buğdaylarni ham bemalol o'rib turibdi kombaynimiz. Hozir bunkeri dolgandan keyin donlarini ham dökish jarayonini, donning ichki chisti chiqarib turganini ham videolarini ko'rsatib beramiz. Görüp turganingizdek samonunda bir dana o'tirmagan chistiyat chiqarib turibdi. Hazır kombaynımızda bunkeri doldu. Hazır maşini yetib kelsa donni dökishda jarayonidan video tasviri olib ko'rsatib beramiz sizlarga. Yine mashinamiz ham yetib keldi. Hazır xudo xolasa donimizni dökamiz. Ortakla kombaynimiz buğdayını dananam çıkardı. Görüp turibsiz. Hech qanday bulaşık ya boshqa emas. Katta kombaynlardan yaxshi olsa yaxshi, lekin shundan kam emas chiqarish. Agar sizlarni shunday Laval kombaynlari hamda Laval traktorlari qiziqsangizlar, bizani O'zbekiston bo'ylab 7 ta nuqtada o'z ish faoliyatimizni ko'rsatib keltiramiz. Ulardan Vodiyda, Qarshida, Samarqandda, Buxoroda, Xorazmda, Nukusda hamda asosiy ofislarimiz Toshkentda. Ekranda filiallarimiz nomerlarini qo'yib o'tamiz. Ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol tushunmagan savollaringizga javob olsangizlar bo'ladi. Bizdan bemalol siz naqd pul, pritseniya, leasing, rassrochka har xil variantda sotib olishlaringiz mumkin. Sizlarni o'z filiallarimizda kutib qolamiz.